Mening qizim Mayrani maqtayla o'ltirdi kampida. Akirkitib tutib, akirkitib 8 kunda o'ldi deb xabarlar chiqdi. Lekin men bir oy bo'lganda o'qdim. Lekin aniq men unda xabar yo'q. Lekin qizimni o'ltiribdi. May navlarim yetib qoldi. Navlarim boqadigan odam yo'q. Men bu yerda bütün qarindoshlar bunda yetmaydi. Hammadan chiqayli, tuqqanlarimizni izlarini qilayli. Ben chiqib urug'dan ko'rganlarga o'rjini, din olimlarimizning huzurini qilayli. Maqtaylardan hisobni oldi. Hammalar uyda yetmayli qarindoshlar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ben Mirvangul, Türkistan'ın Aksu şehrinden. Mening qizim Mayrani maqtayla o'ltirdi kampida. Akirkitib tutib, akirkitib 8 kunda o'ldi deb xabar